Bilasizlarmi? Katta farzandim bugun menga yana bir bor bir narsani anglatdi. Kichkina odatlar katta natija berar ekan. Katta farzandim qiz bola bo'lganligi uchun 9 yoshidan boshlab unga asta-sekin uy ishlarini qilishga o'rgatdim. Vaholanki o'sha paytda yosh edi, rosa o'yinga qiziqardi. Dugonalari chaqirsa o'ynay, o'ynay deb, ayajon o'ynay deb qo'ymasdi, lekin men mas'uliyat berardim. Changlarni artib qo'ying, pollarni artib qo'ying, keyin ko'chaga chiqib o'ynaysiz derdim. Lekin "Uf!" degan javob berardi. Asta-sekin yillar o'tib shuni bildimki, katta farzandim bilan kichkina farzandimni orasi 11 yil. 11 yildan keyin kichkina farzandimni dunyoga keltirganimdan keyin vaholanki yosh bola bilan uy ishlarini qilolmaydigan paytingiz ham bo'ladi. O'shanda qizim menga aytdiki, "Ayajon, ukacham kelgandan beri uyimiz bardak bo'lib qoldi. Ichim siqilib ketyapti", deb o'sha ishlarni o'zi qiladigan bo'ldi. Sizchi, hozir farzandingizga qanday odatlarni o'rgatyapsiz?